Izdatel va razraботчик o'yinlar naslida kim yaratadi? Siz o'ylaysiz o'yinni shu nom ko'rinib turgan kompaniya qilgan deb, lekin haqiqatda o'yinni boshqa jamoa yaratgan bo'lishi mumkin. Bugun o'yin sanoatidagi eng ko'p chalkashtiradigan narsa Izdatel va razraботчик farqini sodda qilib tushuntirib beraman. Ko'pchilik o'yin yuklaganda faqat bitta nomni ko'radi va shuni yaratuvchi deb o'ylaydi, lekin o'yinning orqasida ikki xil kuch bor. Razraботчик va Izdatel. Ular bir xil emas. Razraботчик nima? Razraботчик bu o'yinni haqiqatdan yaratadigan jamoa. Ya'ni kod yozadi, grafikani qiladi, xaritalar chizadi, personajlar yaratadi, o'yin mexanikasini tuzadi. Oddiy qilib aytganda, o'yinning miyasi va qo'llari razraботчик. Masalan, bir o'yinni kichik studiya ishlab chiqadi, lekin siz u nomni umuman eshitmagansiz. Izdatel nima? Izdatel esa o'yinni odamlarga yetkazadigan tomon. Ular pul beradi, marketing qiladi, reklama qiladi, Steam, PlayStation, Xbox'ga joylaydi, disk chiqaradi. Oddiy qilib o'yinni dunyoga chiqaradigan kuch Izdatel. Agar razraботчик o'yinni yaratsa, Izdatel uni sotadi. Eng oson taqqoslash sifatida buni filmga o'xshatamiz. Razraботчик filmni suratga olgan rejissyor va jamoa. Izdatel filmni kinoteatrlarga olib chiqqan kompaniya. Nima uchun o'yin nomida Izdatel ko'proq ko'rinadi? Chunki Izdatel pul tikadi va marketing qiladi. Shuning uchun ko'pchilik o'yinni aynan ular yaratdi deb o'ylaydi. Razraботчик esa soyada qolib ketadi. Nima bo'lgan bo'lardi agar Izdatel bo'lmasa? Kichik studiyo zo'r o'yin qilishi mumkin, lekin Izdatel bo'lmasa, reklama bo'lmaydi, odamlar bilmaydi, o'yin yo'qolib ketadi. Shuning uchun Izdatelning o'rni ham juda ham katta bu yerda. Ba'zi studiyalar esa ham razraботчик, ham Izdatel bo'ladi. Bu kam uchraydigan holat, lekin shunaqa studiyalar o'z o'yinini o'zi yaratib, o'zi sotadi. Xullas shunday qilib, razraботчик o'yinni yaratadi, Izdatel o'yinni sotadi va targ'ib qiladi. Keyingi safar o'yin nomini ko'rsangiz, uning ortida kim turganini bilasiz. Agar o'yin sanoati haqida shunaqa sodda tushuntirishlar yoqsa, obuna bo'ling, videoga bir dona like va komment qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.